Gortenziya o'zimiz O'zbekiston sharoitida qalamcha qo'llanib o'stirilgan. Bo'yi 35-40 cm tuvagi bilan har fasl bog'dan olib o'zimiz O'zbekiston sharoitida shogirdlarimiz tomonidan yetishtirilgan. Donalikka ham 2 ta, 10 ta, 15 ta, 20 tagacha oladigan odamga chiqarib bera olamiz. Ob'yomga oladigan, sotuvga oladiganlarga 200 ta, 300 ta, 500 tagacha cheklanmagan miqdorda qilib bera olamiz. 140 ming so'mdan 10 tadan oshiq olgan odamga ozgina tushib beramiz. Holati shunaqa holatda har xil. Bunisi 25-30 cm chiqadi. Bunisi ham 30 ashtaqa. Showroom qilib olib kelib qo'yganmiz, ob'yomga ishlaydiganlar uchun ko'p yetarli darajada hammaga. Rangini, svetini qanaqa ochiladiganini mana shu videoda kommentariyasiga tashlab qo'yamiz. Mana shunaqa holatda. Qiziqqanlar zakaz bersa bo'laveradi.